Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Siz salomat bo'ling ko'rsatuvining yangi sonini tomosha qilyapsiz. Avvalgi ko'rsatuvimiz efirga uzatilgandan so'ng yurtdoshlarimizda katta qiziqish uyg'otdi desak, mubolag'a bo'lmaydi. Sababi, klinikani operatorlarining aytishlaricha, bir kunda yuzlab qo'ng'iroqlar bo'lib, ko'rsatuv ularga ma'qul kelganini va bu galgi ko'rsatuv orqali ham kasalliklar haqida batafsil ma'lumot berishimizni iltimos qilganlar. Shu maqsadda biz Monodamon shifo klinikasiga tashrif buyurdik. O'zbekiston Respublikasi xususiy tibbiyot tizimi rivojlanishiga o'z hissasini qo'shgan. Umurtqa pog'onasi disk churrasini jarrohlik amaliyotsiz davolash uslublarini O'zbekistonda amaliyotga tatbiq etgan. Tayanch harakat tizimi kasalliklarini zamonaviy va xalq tabobati uslublarini uyg'unlashtirib, davo uslublarini ommalashtirgan. O'zbekiston Respublikasi tibbiyotiga birinchi bor zarbali to'lqinli terapiya uslubini qo'llagan va tatbiq etgan. Xalq hurmatiga sazovor bo'lgan olim, tibbiyot fanlari nomzodi Omon Xo'jayev boshlagan va rivojlantirgan davo uslublari Omon Xo'jayev barpo etgan Monodamon klinikasida davom ettirilmoqda. Klinikada Omon Xo'jayevning ishonchini qozongan shogirdlari sidqidildan ustozning ishini davom ettirishmoqda. Monodamon shifo klinikasida bo'yin sohasidagi 4 mm gacha, bel sohasidagi 6 mm gacha bo'lgan disk grijalari, birinchi va ikkinchi darajali tizza son bo'g'im artrozlari, shuningdek bosh, bo'yin, yelka, ko'krak, bel, qo'l oyoqlardagi og'riqlarni operatsiyalarsiz, kimyoviy dorilarsiz, Shveysariya, Buyuk Britaniya, Yaponiyada ishlab chiqarilgan zamonaviy apparatlar va tabiiy malhamlar bilan davolanadi. To'liq ma'lumot uchun YouTube'dagi Monodamon kanalimizga kiring. Tugmachani bosib, a'zo bo'lishni unutmang. Aziz teletomoshabinlar, sizning savollaringizga batafsil javob olish maqsadida Omon Xo'jayevning shogirdlari Jo'rabek Erkinovichga murojaat qilamiz. Jo'rabek aka, bel sohasidagi yirik o'lchamdagi churralarni jarrohlik amaliyotsiz davolash mumkinmi? Albatta mumkin, chunki buni biz juda ko'p dalillar bilan ham sizga ko'rsata olamiz. Sababi biz barcha yirik o'lchamli disk churralari bilan murojaat qilib kelgan bemorlar, operatsiya qilishni xohlamasdan kelgan bemorlar hammasini davolab, bitta bosqich muolajadan so'ng qayta MRT qilganimizda ikkala xulosasini biz albatta faylga olib qo'yamiz. Shunaqa bizda juda ko'p misollar bor. Davolash mumkin operatsiyasiz. Bel sohasida uchraydigan disk churralari haqida qisqacha ma'lumot berib o'tadigan bo'lsak, juda ko'plab bemorlarimiz asosan bel sohasi churralari bilan bizda davolanishyapti va asoratlangan churralar soni ham ko'p. Orqa miyadan chiquvchi nerv ildizlari asosan pastki segmentlar L4, L5, L5, S1 oyoqda bu yonbosh, orqa tomoni bilan oyoq boldir soha mushaklari va oyoq panjasigacha nerv innervatsiyalaydi. Shu o'rinda yana chanoq a'zolari ishini ham boshqaradigan innervatsiyalovchi nervlar bor. Bizda keladigan bemorlarni biz har reklamani sonida ham aytamiz, bel sohasi uchun 6 mm gacha bo'lgan disk grejalarini kafolatli davolaymiz deyamiz. Juda ko'p bemorlar undan kichik bo'lgan holatda ham darrov shu jarrohlik amaliyotidan, ya'ni operatsiya yo'li bilan qutulib ketish harakatida bo'ladilar. Shu o'ylaydilarki, shu bilan men kasallikdan butunlay qutulaman deb. Bu lekin noto'g'ri tushuncha. Buni qo'rqmay ayta olamiz, noto'g'ri tushuncha. Sababi operatsiya qilinib, yana pafton retsidiv disk grejalari bilan kelib bizga davolanayotgan bemorlar soni juda ham ko'p. Shu o'rinda shuni aytamizki, misol uchun 6 dan katta bo'lgan disk churralarni ham operatsiya qilishga bemorlar shoshilmasliklari kerak, chunki davolash imkoniyati bor. Demak, yirik o'lchamli disk churralarida oyoqda ozish alomatlari, bu ham kechki o'sha asoratlardan bo'lishi mumkin va kichik chanoq bo'shlig'idagi funksiya buzilish holatlari. Bunday holatlarda asosan keyingi davo muolajalari neyroxirurglar tomonidan olib borishga to'g'ri keladi. Bizning klinikamizda 6 mm dan katta bo'lgan o'lchamdagi grijalarni ham doim biz davolab kelyapmiz. Bu 10 kun davomida bizning muolajalarni qabul qilgandan so'ng grijani keyingi taqdiri shu qanaqa rejimda 2-3 oy davomida o'zini bemor asrashiga bog'liq. Har qanday yirik o'lchamli grija bilan bizga murojaat qilib kelgan bemorlar boshida tushuntiriladi. 3 oydan keyin muolajani ikkinchi bosqichini albatta olish shart. Shunday bemorlar hozir bor. Marhamat, shular bilan bir suhbatlashib ko'rsak. Men Toshkent viloyati Parkent tumanidan keldim. Bu ikkinchi kelishim. Oldin ham lecheniya olib davolanib ketdim. Nima bezovta qilardi? Shu belda og'riq paydo bo'ldi-da. Jo'rabek akaga murojaat qilib keldim. Unda 8,5 mm
ko'rsatmasi bilan kelganim. Sizni avval ham ko'rganmiz va o'sha qo'ltiq tayoqda edingiz. Qo'ltiq tayoqda kelganman birinchi. Og'riqlar kuchli bo'lgan, yura olmasmidingiz? Yo'q, harakatlanish cheklangan. Jo'rabek akaga murojaat qildik, ko'rsatmalar berdi, davolanishni boshladik. Mana bu ikkinchi marta kelishim. O'zi 3 oyda tavsiya qilgan edi. 3 oyda kelib yana lecheniya olishingiz kerak. Yaxshi bo'lganim sababli mana 8 oy bo'ldi. 8 oy deganda keldim yana. Boshqa klinikada operatsiyalik holat, bu operatsiya qilmasa bo'lmaydi deb xulosa bergan. O'shanda ham 10 kun davolanib, keyinchalik ham mana zarbali to'lqinli terapiya muolajalariga kelib turdingiz siz. 8 marta. 8 marta kelib turdilar, oxirigacha aytganimizni qildilar. Mana shuni hisobidan natijalar ancha yaxshi. Disk churrasini o'lchami ham o'sha 2-3 mm ga qisqargan. Yurishlarida ham mustaqil hassasiz yuryaptilar. Dala ishlariga ham bemalol yana oldingiday mehnat faoliyati tiklangan. Hozir kelishga nima majbur qildi endi? Og'riqlarmi yo? Og'riq tugagan, sizni tavsiyangiz sizga tushib qolib, yana qayta lecheniyaga keldim. Sababi hali butunlay grija yo'qoldi degan emas. Lekin kichraydi. Kichraya boshladi. Qanday bo'lgan? 8,5 dan уже 5,5-6 atrofi. 3 mm ga qisqaryapti. Hamma shu kasallik bilan og'rigan bemorlarga kelib davolansin, sharoitlari yaxshi, doktorlar muomalasi yaxshi. Tavsiya beraman, kelinglar, og'riqdan forig' bo'lib, yaxshi bo'lib ketasizlar, xudo xolasa. Men Toshkent shahridan Mahkamova Zahroman. Shu belimda grija, tizzam og'riqlari bilan keldim. Mana kelganimga bugun 9-kun. Kelganimda ahvolim yaxshi emas edi. Zo'rg'a yurib keldim mana Jo'rabek aka, даже siz operatsiyaga taqab kelibsiz dedilar. Men yo'q, operatsiyani xohlamadim. Nima bo'lsa ham o'zingizlarda davolanaman dedim. Mana hozir bugun 9-kuni. Allohga shukr, ancha yaxshiman. Og'riqlar kamaydi. Og'riqlar kamaydi. Necha yildan beri bezovta qiladi bu og'riq? Ancha yildan beri haqiqatga bordim, больницада yotganman, endi bilmadim, endi shifosi bilmadim ko'p joyda. Bu yerga kelganimda men 9 kunda bildim. Bularda birdaniga biz ikkita muammo bo'yicha davolashlarni olib borganmiz. Birinchisi bel sohasi osteoxondrozi hamda grija, uning asoratlari. Demak, bel sohasida ham 2-3 bel umurtqasida 6 mm li, 3-4 bel umurtqasi orasidagi diskdan 4 mm churra chiqqan. Buni davolash mumkin, lekin baribir bu oraliqda turgan grija. Agar to'g'ri yondashib, vaqtida to'g'ri davolashlar olib borilsa, bu grija kichrayadi, aniq, bunga va'da beramiz. Lekin bundan ko'ra muammoni ko'proq bu yerda tizzada. Demak, ikkala tizzada ham 3-darajali bo'g'im artrozi bilan bizga murojaat qilib keldilar. Bu MRT tekshiruvida ham tasdiqlangan. Demak, 3-darajali tizza bo'g'im artrozi bemorimizga tushuntirdik. Bu juda ham ko'p vaqt davomida davolash talab qilinadi. Shunga rozi bo'lganliklari sababli biz birinchi bosqich davo muolajalarini boshladik. Mana kelganingizga nisbatan haqiqatda yurishlar ancha yaxshimi? Mana zinalardan bemalol chiqib tushyapsiz. Birinchi kun kelganimda 3-4 qadam yursam o'tirib yurishga ham oyoqlarim og'ir bo'lib, yurishga ham qiynalib. Yo'q, hozir mana bemalol fizikchiga bemalol chiqyapman. Men Surxondaryo viloyati Sherobod tumanidan tashrif buyurdim. 1 yildan beri oyog'im og'rib yurardi. Menda ham grija bor ekan. Chap tizzani qisqar ekan. O'shanga oyoq, chap qo'llar uyushadi, yaxlab ketadi. Ana shundan keyin bel grija chiqib qoldi, 4 ekan, hali kichkina ekan. Davolasa bo'ladi dedi. Kelgan paytimizda mana chap tizza o'zi yurgandan keyin bukilish kerak-ku. O'sha mesela 10 sm orqa qarab bukiladi-ku. Bukilish yo'q edi. Chap tizzada. Oyoqlar yaxlardi. Qo'llar sal oqsoqlanib ketadi. To'g'ri yurilardi. Bukilish yo'q edi. Hozir mana 5 kun bo'ldi, bukilyapti. Rezistradan boryapman, tushyapti. O'zbekiston Respublikasi xususiy tibbiyot tizimi rivojlanishiga o'z hissasini qo'shgan. Umurtqa pog'onasi disk churrasini jarrohlik amaliyotsiz davolash uslublarini O'zbekistonda amaliyotga tatbiq etgan. Tayanch harakat tizimi kasalliklarini zamonaviy va xalq tabobati uslublarini uyg'unlashtirib, davo uslublarini ommalashtirgan. O'zbekiston Respublikasi tibbiyotiga birinchi bor zarbali to'lqinli terapiya uslubini qo'llagan va tatbiq etgan. Xalq hurmatiga sazo
sazovor bo'lgan olim, tibbiyot fanlari nomzodi Omon Hajayev boshlagan va rivojlantirgan davo uslublari Omon Hajayev barpo etgan Monada Omon klinikasida davom ettirilmoqda. Klinikada Omon Hajayevning ishonchini qozongan shogirdlari sidqidildan ustozning ishini davom ettirishmoqda. Monada Omon shifo klinikasida bo'yin sohasidagi 4 mm gacha, bel sohasidagi 6 mm gacha bo'lgan disk grijalari, birinchi va ikkinchi darajali tizza son bo'g'im artrozlari, shuningdek bosh, bo'yin, yelka, ko'krak, bel, qo'l oyoqlardagi og'riqlarni operatsiyalarsiz, kimyoviy dorilarsiz, Shvetsariya, Buyuk Britaniya, Yaponiyada ishlab chiqarilgan zamonaviy apparatlar va tabiiy malhamlar bilan davolanadi. To'liq ma'lumot uchun YouTube'dagi Monada Omon kanalimizga kiring. Tugmachani bosib, a'zo bo'lishni unutmang. Yapon olimlarining bir gaplari bor. Yoshlik keksalikni ta'minlash uchun beriladi. Yoshimiz ulg'ayganda sog' salomat va baxtli yashashimiz uchun yoshlikda bizga berilgan imkon, salomatlikning qadriga yetmog'imiz lozim. Hurmatli teletomoshabinlar, bu galgi ko'rsatuvimiz orqali sizga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni taqdim eta olgan bo'lsak, bundan benihoya mamnunmiz. Agarda sizda kasalliklar haqida savollar tug'ilgan bo'lsa, ekraningizda ko'rinib turgan telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Biz esa sizning savollaringizdan kelib chiqqan holda keyingi ko'rsatuvimizni tayyorlashga harakat qilamiz. Xayr, salomat bo'ling.